Qozog'iston va O'zbekiston tibbiyot xodimlari o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni mustahkamlash albatta sog'liqni saqlash tizimini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan. Ushbu respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazining Xorazm filialida o'tkazilgan tadbir doirasida onalik va bolalikni muhofaza qilish, ularning sog'lig'ida uchraydigan kasalliklarni erta bosqichda aniqlash va yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlarini rivojlantirish bo'yicha samarali muloqotlar bo'lib o'tdi. Qozog'istonlik malakali ginekologlar va neonatologlar tomonidan o'quv mashg'ulotlari va seminarlar tashkil etilib, ularda ona va bola sog'lig'ini mustahkamlashga qaratilgan zamonaviy metodlar, ilg'or diagnostika va davolash usullari o'rgatildi. Данный момент и вообще данная ситуация, данное событие является историческим. Ну, прежде всего, это связано с тем, что мы впервые в рамках вот такого визита нашего министра прибыли и в Хорезмский перинатальный центр. Коллеги, мы очень рады этому. Во-первых, исторически мы являемся, и географически, исторически мы являемся очень близкими народами друг для друга. Это прежде всего. Ну и поделиться с нашими коллегами, которые так же, как и мы, много рожают. У нас много проблем. И вот это подписание меморандума, в рамках которого мы будем учить наших специалистов, к нам будет приезжать, мы будем приезжать сюда, будет обмен, во-первых, опытом, специалистами. Это даст возможность найти то хорошее вашей практики и поделиться нашей хорошей практикой. И это, прежде всего, это основная цель наша, чтобы наши женщины и наши дети были здоровыми, и прежде всего и мамы, которые дают все-таки детей нашим республикам, чтобы также были здоровыми. То есть мы друг у друга научимся этому. И спасибо за то, что нас так тепло приняли. Это было очень даже впечатлило всех наших специалистов. O'quv seminari mashg'ulotlarida viloyatimiz akusher-ginekologlari, neonatologlar, anesteziologlar va transh hamshiralar ishtirok etishdi. Ular uchun tajriba almashish, yangi bilim va malakalarni oshirishga qaratilgan muhim suhbatlar va amaliy mashg'ulotlar bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan respublikamizda Qozog'iston sog'liq saqlash haftaligi e'lon qilingan va ko'rib turganingizdek, mana haftaning boshidan butun respublikamizda Qozog'iston professorlari, mutaxassislari regionma-region, ya'ni hududma-hudud yurib, o'sha o'zini bilimlarini, yangiliklarni bilan hozirgi kunda akusher ginekologiya va neonatologiyada yangiliklar bilan o'z bilimlari almashib kelmoqdalar. Undan tashqari bemorlar uchun kerakli konsultatsiyalar va kerak bo'lsa hattoki jarrohlik jarayonlarini ham ishtirok etib o'z yangi bilimlari bilan almashib kelmoqda. Bugungi kunda bizni markazimizda, ya'ni respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola Xorazm filialida memorandum tuzish maqsadida ona va bola markazining Olmaota shahridan mutaxassislar kelgan va undan tashqari 3 ta asosiy yo'nalish bo'yicha master-klass o'tishga ham kelganlar. Bu master-klasslarda neonatolog, pediatrlar va asosiy statsionar va ambulator, ya'ni shifoxonada ishlaydigan akusher ginekologlar uchun alohida va ambulator qismi, ya'ni homilador ayollarni homiladorlik 9 oy olib boruvchi akusherkalar, ya'ni patronaj akusherkalar uchun master-klass o'tish uchun kelganlar. Albatta, bu bizlar uchun juda ham muhim jarayon hisoblanadi. Mutaxassislarimizni ulardagi bilimlar bilan almashgandan keyin kelajakdagi praktikamizda, ya'ni amaliyotimizda juda ham kerak deb ishlatamiz bularni va kelayotgan homilador ayollarga va chaqaloqlarga albatta yaxshi, yuqori malakali tibbiy yordamni berishga tayyormiz va bugungi kelgan mutaxassislarga juda ham minnatdormiz. Bundan tashqari kelajakda ulardagi hamkorlikda davom ettiramiz va albatta yanada yangiliklarni o'zlarimiz tibbiyotimizga kiritamiz degan umiddamiz. Tadbir mehmonlari markaz faoliyati bilan ham tanishdi. Bu yo'nalishdagi hamkorlik sog'lom avlodni dunyoga keltirish, onalar va chaqaloqlar o'limini oldini olish hamda sohaga yangi tajribalarni olib kelishi bilan ahamiyatli.